Bu dunyoda iloji yo'q narsani o'zi yo'q. 15 yil deganda farzandli bo'lishdi. 24 noyabrda men zo'r xabar eshitdim. O'zimni bemorlarimdan bizi bu bemorga azospermiya bilan keluvdi, ya'ni neobstruktiv azospermiya urug'i yo'q. 15 yil deganda umuman ularga ilojisi yo'q, biz hech narsa qilib bera olmaymiz, urug'ingiz yo'q, boring donor toping, boring bola asrab oling deganda bular umid yo'qotmay nanofat, ya'ni o'zak hujayra terapiyasini qidirib bizani oldimizga kelishgan va 18 sentyabr 2023-yilda biz ularga o'zak hujayra terapiyasini qilganmiz va 6 oydan keyin yaxshi zo'r bitta spermatozoidni topganmiz. Va shu spermatozoid hozir bolacha 4 kilo tug'ilib shiringina va shunaqa xursand bo'ldim. Umuman ishonchinglarni yo'qotmanglar. Avvalambor Allohim hamma narsaga yaxshi niyat bilan qaranglar va albatta niyatingizga yetasiz.